Amir Temur qo'shinidagi 10lik tizimi. Har bir askar 10 kishilik guruhga bo'lingan. 10 boshi, 100 boshi, 1000 boshi, tuman boshi kabi rahbarlar boshchiligida harbiy birliklar tez va samarali harakat qilishgan. Bu tizim armiyani g'alabaga olib kelgan. Amir Temur qo'shinida 10 boshi 10 askarni boshqargan. Intizom va tezkorlikni ta'minlagan eng quyi qo'mondon hisoblangan. Yuzboshi esa 100 jangchiga rahbarlik qilib, jang safi va harbiy tartib uchun mas'ul bo'lgan. Mingboshi 1000 kishilik qo'shinni boshqarib, yurish va janglarda muhim strategik rol o'ynagan. Tumanboshi 10 000 askarga qo'mondonlik qilgan. Temur armiyasining eng qudratli harbiy rahbarlaridan hisoblangan. Amirul Umaro esa barcha amirlar ustidan turuvchi oliy bosh qo'mondon hisoblangan. Bunday mansabni amirning o'zi egallagan. Amir Temurning 7 qo'l tizimi qo'shinining har bir bo'linmasini samarali boshqarish uchun yaratilgan. Qorovul dushmanning joylashuvini aniqlasa, manglay asosiy zarbani beradi. Barangar yon hujum, juvangar chap qanotni himoya qilsa, qo'lg'ol markazda to'planadi. Qumbul dushmanni siqib chiqaradi. Chaqdavul esa orqani himoya qilgan.